Hurmatli fermerlar, dehqonlar, akalar, bu zang kasalligi emas, aldanib qolmanglar. Ming marta ishlov bersanglar ham zangga qarshi bu soqaymaydi bu kasallik. Ko'pchilik zang kasalligi deb o'ylayapti. Aslida zang kasalligi emas, ko'pchilik. Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar va dehqonlar, bog'bon akalar. Ayni damda Toshkent viloyati piyoz dala maydoniga Jamshid aka bilan tashrif buyurdik. Hozir dehqonlarga eng katta muammo tug'dirayotgan piyoz va chesnoy dalasidagi kasallik haqida gaplashamiz. Ko'p dehqonlarimiz aytayapti, piyozim, chesnogim yumshoq bo'lib, rangi sarg'ayib, qurib, chirib ketyapti, deyapti Jamshid aka. Shu kasallik haqida. Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, dehqonlar. Hozir biz piyoz ekin maydoniga kelganmiz. Xo'p, bu ekin maydoniga nimaga keldik? Nima sababdan bu ekin maydonini ko'rsatmoqchimiz? Shu vaqtda ma'lumot berib o'tamiz. Azbek, mana hozir ko'rsatasiz. Barglarni e'tiborga olib qo'yilgan joylari bor. Mana yumshoq. Yumshab, chirib ketayotgan joylar bor. Asosan pastki barglardan yuqoriga qarab turib, mana ho'l chirishsa ham bo'ladi yoki bo'lmasa mog'orlar yumshoq ketgan bo'ladi. Bu kasallik nomi sklerotinyoz degan kasallik. Bu hozirgi kunda xavfli kasalliklardan bittasi. Bu ko'pchilik buni piyozchi yoki bo'lmasa sarimsoq ekadigan dehqonlar ko'pchilik buni sovuqi ta'siri deyishyapti. Aslida sovuqi ta'siri emas, aslida o'sha sovuqdan keyin tarqaladigan zamburug'lik kasallik ta'siri. Endi hozir alohida simptomlar bo'yicha ham to'xtalib o'tib ketamiz. Bu ekin maydoniga 2 kun avval Tilt Gold va Impact Gold preparatimiz bilan ishlov berganmiz. Hozir simptomlarini, to'xtatgan simptomlarni undan tashqari ekin maydonlarida qanaqa tarqalyapti bu kasallik, shu haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Azbek, yaqinroq ko'rsatasiz, mana aynan mana shu kasallik o'chog'i. Unda qarasangiz, mana shu bo'yi past, to'g'ri. To'xtab o'smay qolgan. Sal nariroqdan ko'rsangiz. Mana akalar ko'rishlar, nariyalar ancha baland. Mana lekin xuddi shunaqa ko'rasiz. Mana shu atrof mana kichkina bo'lib, maydalashib, siyraylashib ham ko'rsatasiz. Undan tashqari azbi hovnani joyi ham ko'rsatasiz, ko'rasiz. Akalar mana sarg'ayib ko'rinib turibdi, alohida bo'lib mana. Mana. Endi kasallik asosiy simptomlari haqida ma'lumot berib o'tib ketsak, yaqindan olib kelib ko'rsatasiz. Azbi eng eski barglar, dehqonlar buni ona barg deydi yoki bo'lmasa eski barglar deydi. Mana shu eski barglar sarg'ayib, zanglaganning rangiga, hozir bu dorining ta'sirida to'xtatganligini ta'sirini borligi uchun unaqa rang sezilmayapti, lekin aslida sarg'ayib turib, barglar shalpayib tashaveradi. Mana ko'ryapsiz, tashavergan. Misol uchun tashavergan holatlar bor. Mana shu mana akalar. Tashaveryapti, mana ko'ryapsiz. Shalpayib tashaveryapti. Barglar shunaqa holatga tushib qoladi. Bu sklerotinyoz kasalligining asosiy simptomi. Bu bitta oxirgi yurtimizda oxirgi sovuqlardan keyin qo'zg'algan kasallik. Piyoz ekin maydonlariga, undan tashqari sarimsoq ekin maydonlariga, shu bilan birgalikda g'alla, bug'doy ekin maydonlariga jiddiy xavf solayotgan kasalliklardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Endi buni asosiy rivojlanadigan temperaturalari qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsa, 10 gradus bilan 15 gradus oralig'ida rivojlanishni boshlaydi. 20-25 gradus optimal bo'lib hisoblanadi. Mana o'sha ko'rayotgan bo'lsangiz, 20-25 gradusda ekin maydonlar butun sarg'ayib, jonsiz bo'lib qolgandek bo'ladi. Xuddi piyozlar ko'k bo'lib turibdi-ku, lekin jonsiz, nursiz piyozdek bo'lib turadi o'zi asosiy. Rangi yo'q piyozga o'xshab o'tdi. O'zi yashil, lekin rangi yo'qdek, qanaqadir yana shunaqa ma'lumotlar kelyaptiki, ozuqalarni bosyapman, sepyapman, hech effekt bermayapti deyishyapti. Bu foydasi bo'lmaydi. Kasallik avval davolab olish kerak bo'ladi. Undan keyin har qanaqa ozuqa turini berishsa, xudo xolasa yaxshi ta'sir qiladi. Endi buni davolash choralari qanaqa? Davolash choralari juda oson, yengil. Eng asosiysi davolash choralariga to'g'ri amal qilsa, e'tiborsiz qoldirilmasa, yaxshi tez davolovchi bo'ladi. Bu ekin maydoniga biz 2 kun avval o'sha Tilt Gold preparatimiz bilan undan tashqari Impact Gold preparatimizni berganmiz. Bu ekin maydonda shu kasallik juda kuchli tarqalyapti. O'sha dehqon akamiz ham xavotirga tushib qolgandilar. Tashqaridan ko'rinishi yaxshi, ichkariga kirsangiz sarg'ayib ketyapti degdilar. Tilt bilan Impact Goldimizni bergandik. Mana natija yomon emas, to'xtagan. Endi yana bitta narsa ko'rsatib qo'yasiz. Asosiy kasalligi davolanganini bilish asosiy simptomi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'pchilik piyozlarda sal o'sishdan to'xtab qolib, sal shalpayganga o'xshab turadi.
Agar davolangan bo'ladigan bo'lsa, mana o'suv nuqtalar tikka turib oladi o'zi. Bu asosiy davolanish asosiy simptomlari. Undan tashqari davolangan barglarda qanaqa bo'ladi? Mana bu tilla rang yoki zang rangiga o'xshagan bo'ladi. Bu kasallik to'xtagan asosiy simptom tilla rang bilan zang rangi yo'qoladi, oqish tusga kirib qoladi. Mana sarimsoq ekimda ham ko'rsatasiz. Oqish tusga kirib qoladi. Mana shu asosiy davolanganini kasallik to'xtagan asosiy simptomi. Ha. Ana endi hamga yaqinroq ko'rsatasiz, barcha salpayishini, asosiy holatlarini ko'rsatib qo'yasiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana barglar yomon qattiq salpayib qolgan, etap mana o'tib ketgan. Mana ko'ryapsiz, birinchi, ikkinchi, ha. Endi keyingi barglar mana sog'lom o'sishni boshlayapti. Hop, Tilt Gold va Impact Gold preparatimizni sepishgandan keyin ekin maydonlarida nisbatan ranglar tiniqlashib, qorayishni boshlaydi. Bu chalg'ituvchi sifatida bo'lishi mumkin. O'sha Tilt bilan Impact o'zini berganimda ko'kalab ketdi deyilishi mumkin, lekin aslida piyozni hozirgi holatiga qaytarib beradi. O'sha bu kasallikni davolab olgandan keyin o'sha aytaylik stimulyatorlardan, aktivatorlardan foydalanib ekinlarga rivojlanishiga, o'sishiga yaxshiroq turtki beradigan stimulyatorlar, aktivatorlarni biz taklif qila olamiz. Low Gold preparatimizni taklif qila olamiz yoki bo'lmasa aminotsid preparatimizni taklif qila olamiz. Bulardan keyin shu Gold Crop yoki bo'lmasa Nano Gel larimizni tavsiya qila olamiz. Va shunday stresslardan chiqarib olishsa bo'ladi, kasallik stresslardan. Обязательно har qanday dala maydoniga ishlov jarayonida pH Gold mahsulotidan foydalaninglar. Har qanaqa fungitsid, insektisid, insektakazid shu bilan birgalikda gerbitsid preparatlariga o'sha biz pH balans preparatimizni tavsiya qilamiz, chunki suvlarning ishqorliligi baland, shuning uchun dorilar ishlamay qolishi mumkin. Azbi yana bundoq qaratma, uzoqroqdan qarating. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'tda bu yerda yashil, o'tda bu yerda sariq. To'g'ri, mana ko'rinib turibdi. Mana shu belgilar asosiy simptomlar bo'lib hisoblanadi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa Jamshid aka, manfaatli videolar qilamiz. Jamshid aka, hurmatli fermerlar, dehqonlar, akalar, bu zang kasalligi emas, aldanib qolmanglar. Ming marta ishlov bersanglar ham zangga qarshi bu soqaymaydi bu kasallik. Ko'pchilik zang kasalligi deb o'ylayapti. Aslida zang kasalligi emas, ko'pchilik lekin sovuqi ta'siri deb o'ylayapti. Sovuqni ham ta'siri ham emas. Sovuq ta'siri emas. Bu shu kun isib ketsa yaxshi bo'lib ketadi deyishyapti. Kasallik alomati akalar bu. Yaxshi bo'lmaydi. Bu sklerotinyoz degan ko'pchilik ma'lumotlarni so'zimdan ham yozib olishsa bo'ladi. Sklerotinyoz degan kasallik simptomlari, shu kasallik belgisi. O'sha sklerotinyoz degan kasallik mana shu ekinlar maydonlariga tarqalib ketgan. Bu hozirgi kunda sarimsoq ekin maydonlarida, bug'doy, g'alla ekin maydonlarida, shu bilan birgalikda piyoz ekin maydonlarida kuchli tarqalib ketayotgan kasalliklardan biri bo'lib hisoblanadi. Endi zang kasalligi deyiladigan bo'lsa, zang kasalligi uchun dori sepiladi. Unda tashxis to'g'ri qo'yilmagan bo'ladi, dori ham to'g'ri tanlanmagan bo'ladi. Sklerotinyoz degan kasallikni tashxis qo'yilib turib, dori shunga to'g'ri tanlov qilinadigan bo'lsa, tez orada tezroq amalga oshgan bo'ladi. Akalar, kanalimizga obuna bo'linglar, dehqonchiliklarga ehtiyot bo'lib, chiroyli va o'z vaqtida qaranglar. Kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib, agar videolarimiz manfaatli, foydali bo'layotgan bo'lsa, piyoz ekkan, chesnoy, bug'doy ekkan do'stlarga shu videolarni ulashib qo'yinglar akalar. Yana bitta qo'shimcha ma'lumot sifatida, bu kasallik nazoratga muhtoj bo'lgan kasallik. Kasallik misol uchun etiklik kun isib turishi mumkin. Etiklik piyozlarimiz mana ko'rayotgan bo'lsangiz, suvga kelgan. Ekin maydoniga bitta ishlov berib turib kasallik to'xtatib qo'ygandan keyin xotirjamlikka hech kim berilmasin. Sug'orishdan keyin ham bitta e'tibor berib qo'yish kerak bo'ladi. Dala ekin maydonlarida peripad temperatura, issiq, sovuq temperaturalar boshlanib qolgan paytida bu kasallik yana ham avj olib ketishi mumkin bo'ladi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga yana ham manfaatli videolarni tayyorlab boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.